Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen. Allahümme arinal hakka hakkan varzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan varzuqna ijtinaba ve cealna mimmen yestemi'unal kavle feyettabi'una ahsana ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. As-siqa, ishonch martabasi. Ulamolar ana shu ishonch martabasini 3 ko'rinishi, 3 darajasi borligini aytishadi. Birinchisi tafviz, Allohga ishlarni topshirish. Ikkinchisi Allohning taqdiriga, qazosiga taslim bo'lish. Uchinchisi tavakkul qilish. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda siz bilan bizga Musa alayhissalomning xabarini berdi. Bolasini Firavunning askarlari qatl qilishidan qo'rqib turganida Alloh taolo aytadi: "Va auhayna ila ummi Musa an ardi'i." Agar qo'rqsang, nimadan? Bolangni topib shu Firavunning askarlari o'ldirishidan qo'rqsang, uni emizgin, daryoga solib oqizgin, qo'rqmagin, biz senga uni qaytarib beramiz va payg'ambarlardan qilamiz. Agar hozirgi kunda yashayotgan ayollardan milliontasini yig'ib turib, mana shunday desiz, hech qachon gapingizga quloq solmaydi. Haqiqatan insonning aqli qabul qilmaydi bu narsani. Qanday qilib? Bolamni o'lib qolishidan qo'rqsam, suvga solib oqizib yuborishim kerakmi? Nelu? Lekin Alloh taolo Musoning onasiga shunday ishonchni qalbiga joylab qo'ydiki, solib oqizdi. Biz Alloh taologa bo'lgan mana shu ishonch haqida gaplashyapmiz. Payg'ambarimiz aytibdilar: kim Alloh uchun bir narsani tark qilsa, Alloh unga u tark qilgan narsasidan ko'ra afzalrog'ini beradi, deyapti. Bunga ishongan odam tark qila oladi bir narsani. Allohning yo'lida qilgan ihsoniylar xuddi yerga tushgan bir dona bug'doyning doniga o'xshaydi, dedi Alloh. Bug'doy yerga tushadi, bir dona bug'doydan 7 dona boshoq chiqadi, har bitta boshog'ida 100 tadan don bor, deydi. Payg'ambarimizning hadislarida aytilyapti: Allohning yo'lida bir narsa berilsa, Alloh 10 barobar qilib qaytaradi. Mana shu narsaga bo'lgan ishonchimiz zaifligidan siz bilan bizni hozirgi kundagi ahvolimizni ko'rib turibsizlar. Oriflar aytadi, olimlar 3 xil bo'ladi. Shariat olimi, tariqat olimi, haqiqat olimi. Shariat olimi, buni ishi nima? Shariat olimi shariy hukmlarni bilish. Buni hukmi bunday, unisiniki bunday. Mana bu halol, mana bu harom, mana bu sunnat, mana bu mustahab. Namozni qaysi vaqtda o'qish kerak? Rukuda qanday qilish kerak? Qachon ro'zani vaqti keladi? Qachon og'iz ochish kerak? Zakotni qanday berasiz? Hajni qanday bajarasiz? Bu fiqhiy masalalarni siz bilan bizga o'rgatadigan olim, bu shariat olimi deyiladi. Tariqat olimi. Tariqat olimi shariat olimidan ko'ra yuqoriroq bo'ladi. Tariqat olimi aytadiki, ko'zingni haromdan tiy, topishing haloldan bo'lsin, zikr qilib yur, g'aflatda bo'lma, Allohdan uzilib qolma. Bu tariqat olimi. Ramazon ro'zasi haqida. Mana shariat olimi nima deydi? Ramazon kelganda tutish kerak ro'zani. Og'izni yopish kerak falon vaqtgacha. Og'izni ochish kerak falon vaqtgacha. Mana bu narsani yesa ro'zasi ochilib ketadi, mana bu narsani qilsa ro'zasi ochilmaydi. Demak, ro'zaning fiqhini o'rgatadi. Endi tariqat olimichi? Ramazon ro'zasi senga foyda berish uchun qiyomul layl namoziga kel. Ko'proq zikr qil, ko'proq tilovat qil, sadaqalarni ko'paytir, e'tikof o'tir deydi. Endi haqiqat olimi. O'zi yaqingacha tariqat, shariat, haqiqat desa, bu narsalardan bexabarligimiz uchun darrov
Bid'at bu xurofot bunga qarshi nima qilish kerak? Odatda inson o'zi bilmagan narsaga dushmanlik qiladi-da. Odatda inson o'zi bilmagan narsaga dushmanlik qiladi. Ya'ni tanimagan, bilmagan narsasiga insonning tabiatida qarshilik qilishlik bor. Shuning uchun tasavvuf, tariqat, haqiqat degan so'zlar bizni quloqimizga yangi eshitilyapti ko'pchiligimizni, darrov buni inkor qilib olgani shoshmay turaylik. Ayniqsa har xil bir fikrlar bilan chalg'ib qolgan ukalarimiz shoshmay turinglar. Isming nima desa, meni ismim Alloh berdi deyman deb menda sekin gapirar ekan. Meni ismim Alloh deguncha tappatib peshonasidan otib olgan ekan. Nimaga Alloh deysan deb. Ha, u berdisini aytib ulgurmadi. Ma'qulmi? Haqiqat olimi. Endi haqiqat olimi shariat olimidan ham yuqoriroq bo'ladi, tariqat olimidan ham balandroq bo'ladi. Haqiqat olimi seni Alloh sari yetaklaydi. Allohga yetishligingga yordam beradi. Allohning mavjudligi bu birodarlar shubhasiz. Unga bo'ladigan itoat ham oddiy. Allohning borligiga, komil zot ekaniga ishonding. Endi manhajini ham bilding. Fiqh ilmini o'rgandik, shariatni o'rgandik, amal qildik. Endi nima qoldi bizga? Bizga Allohga qarab yurish va yetish qoldi. Masalan, sizga bitta bir tabibni ko'rsatib turib, mana bu odam jamiyadagi ustozlardan bittasi dedi. Demak, tabib ekan, universitetda domla ekan. Bo'ldi. Bu haqidagi ma'lumotingiz, ma'rifatingiz aniq bo'ldi. 100 marta ko'rishasiz, assalomu alaykum deysiz. Siz uchun bir muallim, bir tabib xolos. Endi bu odamning qadr qiymatini bilishligingiz uchun, haqiqiy qadr qiymatini bilishingiz uchun uni leksiyalarga kirib o'tirishingiz kerak. Bitta, ikkita, 30 ta, 100 ta leksiyasida o'tirdingiz. Uni ilm saviyasini ko'rdingiz, ilmiy darajasini tushundingiz. Ilm maydonidagi qadr qiymatini bildingiz. 100 ta leksiyadan keyin aytasizki, bu odam tengsiz olim. O'zini sohasida bunga teng keladigan yo'q bu atrofda. Dunyoda 4 ta olim bo'lsa, o'shalardan bittasi shu deysiz. Boshida bitta muallim, tabib desa, siz uchun qadri unchalik baland emas edi. Ammo uni yaqinroqdan tanib, leksiyalarda o'tirib kimligini bilganingizdan keyin asl qadrini, qadr qiymatini bildingiz. Demak, uning boyagi professor, boyagi olimning, tabibning ilm majlislarida o'tirgan odam bilan o'tirmagan odam o'rtasida farq bo'ladi. Uni biron marta leksiyasida o'tirmagan odam bir kunda 10 marta salomlashaveradi. Lekin bu bilan uning ma'rifati ziyoda bo'lib qolmaydi. Ammo qatnashsiz, yaqindan tanisiz, oldiga borsiz, unga qarab yursiz, sizni ko'zingizda bu olimning qadr qiymati yuksalib boraveradi. Demak, bu olimning qadr qiymati unga yaqin bo'lgan, unga yaqin kelganlarga ma'lum bo'ladi. Endi siz bilan biz Allohni chinakamiga suyishligimiz, yaxshi ko'rishligimiz uchun bizni Alloh tomonga yetaklaydigan olimga muhtojmiz. Bu haqiqat olimi bo'ladi. Qarangda, bir odamning qadr qiymati kimlarning orasida turganiga qarab belgilanadi. Qaytaramiz. Bir odamning qadr qiymati qayerda va kimlarning orasida turganiga qarab bilinadi. Mana shu biz aytayotgan olim, dunyodagi 4 ta olimning bittasi. Avtobusga chiqsak, biz tanimaymiz-da. Ha, bitta odam deymiz, o'tiraveramiz. E'tibor bermaymiz. Yana bitta misol. Yarim litrlik oddiy suv butilkaga qo'yilgan. Nech pul magazinda? 30 so'm. Aeroportga kirib olsangizchi 50 so'm. Pasport kontroldan o'tganingizdan keyinchi 100 so'm. O'zi bitta suv. Nima uchun bir joyda 30 so'm, bir joyda 50 so'm, bir joyda 100 so'm bo'lib ketdi? Qayerda turganiga qarab. Demak, bir odamning qadr qiymati uning qayerda turganligi va kimlarda orasida turganligiga bog'liq. Demak, shariat olimi sizga fiqhni o'rgatadi,
tariqat olimi sizni tarbiyalaydi, haqiqat olimi sizni Alloh tomonga yetaklaydi. Bu yerdagi eng muhim narsa Allohning borligiga iymon keltirib qo'yishni o'zi emas. Bu yerdagi eng muhim narsa Allohga iymon keltirganidan keyin Alloh tarafiga qarab yurish, unga yetish, u haqidagi ma'rifatingni o'stirish, ziyoda qilish, unga yaqin bo'lishga doimiy harakat qilish, unga yaqin bo'lib halovatni totib ko'rishlik, uni roziligiga yetishlikka harakat qilishlik. Demak, seni Alloh tarafga yetaklab olib boradigan, Allohni topishingga yordam beradigan olim haqiqat olimi deyiladi. Shariat hukmlarini mukammal bilgan odam mana shariat olimi dedik. Ibodatlaringizni to'g'ri bo'lishini sizga o'rgata oladi. Endi tariqat olimi bo'lishdan avval bu olim avval shariat olimi bo'lish kerak. Shuning uchun falonchi pir ekan, borib qo'lini olib kelaylik, falonchanaqa ekan, avval qaraydik. U tariqatda pirman deyotgan, ustozman deyotgan odam shariat ilmini biladimi? Shuning uchun tariqat olimi bo'lishdan avval kishi shariat olimi bo'lish kerak. Toki halol nima, harom nima bilsin, farz nima, muboh nima bilsin. Shayton mashina qilib, sen Allohga yetishib qolding, namoz o'qimasang bo'laveradi degan vasvasani olib kelmasin. Kishi tariqat olimi bo'lishdan avval shariat olimi bo'lishligi kerak. Endi haqiqat olimi bo'lish uchun esa kishi ham shariat, ham tariqat olimi bo'lish kerak. Imom G'azzoliyning kitoblarini o'qisangiz, Imom G'azzoliy ham o'zining ishini avvalida mana shu tasavvuf egalarini, sufiylarning ishiga ozgina bir salbiy qaragan. Lekin o'zi mana shu tasavvuf bilan shug'ullanganidan keyin tasavvuf ahllari bilan o'tirishlik vojib degan. Chunki siz nafsingizni, ruhingizni tarbiyasi bilan shug'ullanadigan odamlar. Agar aytish mumkin bo'lsa, shariat dinni sementdan bo'lgan fundamenti. Tariqat uni atdelkasi, kiyimi. Haqiqat dinning asli, asosi, ruhi. Agar insonni jasadiga o'xshatsangiz, shariat insonni jasadi, tariqat uning libosi, haqiqat uning ruhi. Tushunyapsizmi? Ana shu oxirgi biz aytayotgan haqiqat degan narsa bizga hali yetmaganligimiz uchun namozlarimizda eslaymiz. Namozlarimizda nechinchi rakatdagi esimizdan chiqib qoladi. O'shuning uchun masjidga borishlikka yalqonmiz, chunki nima yo'q? Ruh yo'q, hayot yo'q. O'shuning uchun ko'zimizga yosh kelmaydi. Qo'lingga katta uyda bir planni chertyoji berildi. Mukammal qilib chizilgan. Hamma narsasi hisob-kitob qilib qo'ygan. Qancha sement ketadi, temir ketadi, material ketadi. Go'zal. Hamma yo'g'i zo'r. Lekin bu hali uy emas-da. Uy emas-da hali bu. Qaysinisi yaxshi? Senga mana shu uyni proyekti, chertyoji, hisob-kitobi berilgani yaxshimi yoki tayyor uymi? Tayyor uy yaxshi-da. Ana shu tayyor uyga olib boradigan odam haqiqat olimi deyiladi. Muhammad Said Ramazon Butiydan mana shu tasavvuf suhbatlaridan so'ralyapti. Biz borib qo'lini ushlashlikka arziydigan bir pir bormi hozir deydi. Tasavvuf pirlaridan, tariqat shayxlaridan deganida men hali ko'rmadim deydi. Agar ko'rsam borib qo'lini olardim deydi. Muallim bilan murabbiyning farqi bor. Muallim doska yozib, chizib tushuntirib qo'yadi sizga. Bo'ldi, keyin ketadi uyiga. Siz o'zingiz bilan o'zingiz qolasiz. Ana halol, mana harom deb o'rgatib qo'yadi domla, bo'ldi. Keyin ko'chada o'z bilganingizni qilib yurasiz. Murabbiychi bu siz bilan doim billa. Sizni tarbiya qiladi. Olim darsda o'tadi, tamom, uni darsini kim tushundi, kim tushunmadi. Murabbiy bo'lsa, ana shu o'zining talabasini, toqatini biladi, iqtidorini biladi, sabrini biladi, tushunmagan narsasini tushuntiradi, birla yurib yonida tarbiyalaydi. Murabbiy o'rgatadi, aytgan narsasiga o'zi amal qilib, hayotida ko'rsatib beradi. Mana shu odam murabbiy bo'ladi.
O'tirib olib bolangizga nasihat qilib qolasiz. Qanday bo'lish kerak, bunday bo'lish kerak, unday qilma, bunday qil, bunday qilsang yaxshi bo'ladi, bunday qilsang yomon bo'ladi. Bu muallimlik bu. Yaxshi. Lekin chiqib turib sigaret chekasiz o'zingiz qilib. O'zingiz savdoda yolg'on gapirasiz. Siz muallimsiz xolos. Nima emassiz? Murabbiy emassiz. Juda ham bir murabbiylarga muhtojimizda bor hozirgi davrda odamlarchi. Xulosa. Taslim nima? Taslim Allohga bo'lgan ishonchning samarasi. Allohga bo'lgan ishonchning mevasi taslim bo'layotganingizda ko'rinadi. Taslim ilohiy xabarga teskari bo'lgan har qanday shubhadan xalos bo'lish. Ilohiy xabarda aytilgan narsaga qaysi gap teskari kelsa, mana shu shubhali narsalardan xalos bo'lish. Masalan, Alloh taolo aytayapti, biz odamni ikki qo'limiz bilan yaratdik. Odamni men yaratdim deyapti Alloh. Desa, bu yoqda aytayaptiki, ilmlilar maymundan yaralgan deyapti. Ikkilanadi. Qaysinisi to'g'ri ekan? Alloh yaratganmikin odamni yo maymundan yaralganmikin? Ikkilanayotgan bo'lsa, demak bu odamda taslim yo'q. Aytdik-ku, taslim Allohga bo'lgan ishonchning samarasi. Allohning so'ziga qaysi gap teskari kelsa, o'sha teskari kelgan gapni noto'g'ri deyishligingiz. Siz tushunasizmi, tushunmaysizmi, yoqadimi, yoqmaydimi, siz aytishingiz kerak. Men tushunmayapman buni hikmatini, lekin bu Allohning amri bo'lar ekan, mana shu eng to'g'ri yo'l deyish kerak. Mana shu taslim bo'ladi. 10 yoshar o'g'lingizga aytyapsiz. O'g'lim, mana shu do'konni 30 yil burun palonchi hoji akadan sotib olganmiz dedingiz. 10 yoshar o'g'lingizga 30 yil burun sotib olganmiz desangiz, yo'q, dada, adashyapsiz. Siz bu do'konni u hoji akadan emas, palonchi odamdan olgansiz desa. O'g'lim, sen tug'ilishingdan o 20 yil burun sotib olgan bo'lsan, qayoqdan bilasan sen men kimdan olganligimni deysizmi? Xuddi shunga o'xshagandek, Alloh men dunyoni yaratganman, olamni paydo qilganman desa, kecha chiqqan odamlar nima deyapti? O'z-o'zidan paydo bo'lgan desa. Alloh taolo aytadi: Astagfirullah, ma ashhadtuhum xalqas samawati val arda va la xalqa anfusihim. Men ularni osmonlar va yerni yaratishiga ham va na o'zlarining yaratilishiga ham guvoh qilgan emasman. Qur'onda, hadisda mana bunday bo'lib paydo bo'lgan olam desa, bu yerda aytayapti yo'q, bu noto'g'ri desa, ikkilanyapsizmi? Demak, taslim yo'q sizda. Men ularni osmonlar va yerni yaratishga va na o'zlarini yaratishga guvoh qilgan emasman. Inson maymundan ham yaralmagan, dunyo o'z-o'zidan ham paydo bo'lib qolmagan. Agar sen Allohning so'zida shubha qilayotgan bo'lsang, demak senda taslim yo'q. Taslim yo'qligining sababi ishonching yo'q. Demak, Allohning amriga taslim bo'lishlikni to'sadigan birinchi narsa ishonchning yo'qligi va Allohning so'ziga taslim bo'lishdan to'sadigan ikkinchi narsa shahvat. Ko'zingni tiyib yur, nomahramlarga qarama desa, nima qilaylik deydi. Ko'zimizni yumib olaylikmi deydi. Zamon shunaqada deydi. Buni iloji yo'q. Qayerga qarasang ham ayollar ochiq yuribdi. Ko'zni tiyishning iloji yo'q deydi. Ha, demak unda Alloh seni toqating ko'tarmaydigan narsaga buyuribdi-da. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha degan oyatga ishonch chiqadi. Nima degan edi Alloh? Alloh hech bir jonni uni toqati ko'tarmaydigan narsa yuklamaydi, buyurmaydi. Taslim bo'lishdan to'sayotgan narsa ishonchning yo'qligi. Taslim bo'lishdan to'sadigan narsa nima bo'ldi? Shahvat bo'ldi. Taslim bo'lmaslikning sababi ikkita. Allohning xabariga bo'lgan shubha, Allohning amriga teskari bo'lgan shahvat. Demak, inson shubha va shahvat orasida bo'ladi. Mana shu ikkita kasal uni Allohga taslim bo'lishdan to'sadi. Ishonch yo'qligi taslimdan to'sadi, ixlosga teskari bo'lgan xohish iroda. Odamlar mana shu Allohga bo'lgan ishonchi, iymoni zaifligidan, Allohning hukmiga bo'lgan taslimini nochorligidan
qilayotgan amallarini ko'z-ko'z qilishni xohlaydi. Bir odam hajga bormoqchi bo'lib, qo'lida katta puli bor, bir ishonchli odam bo'lsa shunga omonat qo'yib ketardim deb turib, qayerdan istadi. Endi namozxonlar bo'ladi, ishonchli odamlarda masjidga keldi. Namoz o'qiyotganlarga qarab ko'ruvdi, bitta odamning namozi juda ham yoqdi. Nihoyatda bir xushu bilan o'qiyapti, rukulari ham o'rnida, qiyomlari ham, sajdalari ham, xullas hamma yo'q o'rnida. Shu odam taqvoli odam bo'lsa kerak, ishonchli odam bo'lsa kerak dedi-da, haligi odam oldiga kelib, "Sizni namozingizni ko'rdim, juda ham yoqdi menga namozingiz. Juda ham chiroyli o'qidingiz. Men hajga ketayotgandim. Mana qo'limda katta bir mablag' bor edi. Omonat qilib qo'yib ketsam sizga yaxshi bo'lardi" dedi. Namozxon nima dedi? U namozxon, "Bugun yana men ro'za ham tutib oldim" dedi. Ko'z-ko'z qilishda. Aytdi, "Ammo shu ro'zadorligingiz yoqmadi menga" dedi. Bermasdan ketdi. Mana shunday bir ixlosi yo'q odamlar bor. Dinni tijorat qilib olgan. Dinni ortidan dunyoni maqsad qiladi. Lekin Allohning bandalari ixlosli bo'ladi. Ular din orqasidan dunyoni maqsad qilishmaydi. Mana shu dinni orqasidan dunyoni maqsad qilayotganligi taslimning yo'qligi bo'ladi. Allohning kitobida kelgan haqiqatga teskari bo'lgan falsafa, o'y fikrlardan qutulsang, agar mana shu illatlardan qutulsang, demak sen sog'lom qalb egasi bo'lasan. Garchi Qur'onda, hadisda aytilgan narsani qila olmayotgan bo'lsang ham. Qaytarib aytamiz birodarlar, biz bandamiz, ojizmiz, zaifmiz. Kitob va sunnat bizdan talab qilayotgan ishlarda qila olmayotgan bo'lishimiz mumkin. Lekin qila olmayotgan bo'lsak ham ishonchimiz komil bo'lsin. Qur'on va hadisda aytilgan narsa haq. Ikkilanmaslik kerak. Zolimlarning oqibati voy deyildi. Mazlum bilan Alloh turadi dedi. Mana shu so'zlarga bo'lgan ishonchingiz ikkilanmasligingiz kerak. Agar shu ikkilanish bo'lmasa, sizning qalbingiz sog'lom qalb bo'ladi. Yawma la yanfa'u malun va la banun illa man atalloha biqalbin salim. Qiyomat kunida bizga mana shu dunyoda to'plab yurgan bolamiz, chaqamiz foyda bermaydi. Magar pokiza qalb bilan borsak, shu qalbimiz bizga foyda beradi. Endi u qalb pokiza bo'lish uchun shubha qilmaslik kerak ekan. Nimada? Allohning bergan xabarlarida. Alloh taolo aytadi, u kunda, qaysi kunda? Qiyomat kunida. U kunda na molu davlat va na bola chaqa foyda bermas, magar Alloh huzuriga toza qalb bilan kelgan kishilargagina foyda berur. Ikkilanmasligimiz kerak. Shubha qilmasligimiz kerak Alloh taoloning so'zlarida, payg'ambarning so'zlarida. Agar mana shunday bo'lsak, inshaalloh Allohning fazli bilan najotga erishamiz. Taslim bo'lish. Allohning hukmiga taslim bo'lish siddiqlik martabasiga olib chiqadi. Siddiqlik martabasi bu nubuvvat martabasidan keyingi martaba. Bu martabaga kim yetgan edi? Abu Bakr Siddiq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning har bir so'zini tasdiqlagan va ikkilanmasdan ishongan. Baytul Maqdisga bir kechada borib keldim dedilar. Mana Isro va Mi'roj kechasidagi qissaga qaytsak. Qanday qilib? Kechqurun Makkada edi. Ertalab Makkada turib aytayaptilarki, bugun kechasi Baytul Maqdisga borib keldim deganida Quraysh mana Muhammad yolg'on gapirdi, yolg'onini ushadi dedi. Hatto ba'zi bir iymoni zaifroq mu'minlar ham shubhalanib qolishdi. Qanday qilib? Lekin Abu Bakr Siddiqqa bu gap aytilganida shu so'zni Rasululloh aytibdimi rostdan? Ha, aytibdi deganida unda rost aytibdilar dedilar. Payg'ambarimiz oldiga kelib, "Ya Rasululloh, bugun kechasi Baytul Maqdisga borib keldingizmi?" "Ha" dedi. "Sadaqta" dedilar. "To'g'ri aytdingiz" deganida payg'ambarimiz shu yerda aytdilar, "Va anta ya Abu Bakr as-Siddiq" dedilar. Ya'ni meni har bitta aytgan gapimni tasdiqlaydigan siz siddiqsiz dedi. Oddiy odam bolasi, payg'ambar bo'lmagan oddiy odam bolasi yetishi mumkin bo'lgan maqomning eng martabasi siddiqlik martabasi. Abu Bakr Siddiq mana shu martabaga yetdi nima bilan? Qalbida zarracha ham shubhasi yo'qligi bilan. Albatta bu yer Allohniki,
o'zini bandalarga meros qilib beradi dedi. Albatta men va mening bandalarim, payg'ambarlarim g'olib bo'ladi dedi. Bu ummat o'zini asli ulug'ligiga, majligiga qaytadi dedi. Ikkilanmasligimiz kerak. Oho, qiyin. Hozir pul ham mol kofirlarning qo'lida, qurol ham ularning qo'lida, qachon ham musulmonlar. Demak, senda ishonch yo'q. Seni qalbingda salomatlik yo'q, qalbingda illat bor. Allohga taslim bo'lsang, ishingni unga topshirasan, unga tavakkul qilasan, shak shubhang yo'q, harom shahvat yo'q, kitob-u sunnatga teskari zid o'lchov tushunchalar, prinsiplar yo'q. Mana shulardan omon bo'lsang, sen taslim martabasidasan. Taslim uning asosi ishonch. Ishonchning asosi esa Allohni tanish, ma'rifatulloh. Ma'rifatulloh hamma yaxshilik ana shunda. Bir odam vafot etdi. Johillikni ko'ring. Odamlar ana shu o'lgan odamning ahliga ta'ziya bildirgani kelib turishibdi. Endi bu yerga o'tgan odamni akasi alamda turib dinni so'kishni boshladi. Nimaga akam bo'ladi? Bundan ko'ra qarilar yuribdi-yu. Nimaga meni akam bo'ladi? Yoshidiyu meni akam. Nimaga taslim bo'lmayapti? Chunki Allohga bo'lgan ishonchi yo'q. Agar bu odam ilm majlisiga kelganida, Allohni taniganida, ajalda nimaligini bilib olar edi. O'limdan keyin insonni nimalar kutib turishligini bilib olar edi. Ammo ilm majlisiga kelmagan, johillik demayman, xunuk ko'rinishida nimaga deydi, akam o'ladi deydi. Biroda ayoli o'ldi, 50 yoshlik. Johilligida aytadiki, nimaga deydi, xotinimiz 80 ga kirgan opasi tirik turadi-yu, meni xotinim o'ladi deydi. Shuning uchun insonning aqli pishgan sari iymoni kuchayib boradi, so'zi kamayadi, sukutni lozim tutadi. Har bir holat uchun Alloh taologa hamd sano aytadi. Ishonch manzilatining 3 ta ko'rinishi. Tafviz, Allohga topshirish ishini, taslim, bo'yinsunish va tavakkul qilish. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bu odamning ishi Allohning qo'lida. Alloh azza va jalla o'zi yaxshi ko'rgan bandalarga ato qilgan ishonch martabasiga yetishligimizga hammamizga tavfiq bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.